Assalomu alaykum obunachilar, kuzatuvchilar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imiz sotildi. Oldingi videolarga aytib o'tgandim, mashinaning holatlari bilan tanishtirib o'tgandim. Yana bir bor tanishtirib o'taman. Mashinamizda yumshoq balonlari bor. Mashinamizda probeklari 90 ming probek, kojinli chexollari qilingan. Malibu barlari bor. Aytib o'tgandek 90 ming probek, 7 dipollik bakelina metani bor. Aytib o'tgandek mashinamiz boshlang'ich to'lovi 24 million qo'ygandik. 24 million bilan hamma xarajat ichida chiqarib berdik. Mashinamiz avtokreditga sotildi Termiz tumanida. Kimga shunaqa mashinalar xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Manzilimiz Angor tumani, Kapital bank yonida. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.